Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Nazim Xo'jayev. Bugungi o'tadigan mavzuimiz o'tgan mavzuning davomi Makedoniyalik Iskandarning Baktriya va Surdiyonaga yurishlari deb nomlanadi. Mavzu rejasi 4 qismdan iborat. Birinchisi Yunon-Makedon bosqinchilariga qarshi kurashlar, Spitamen. Ikkinchisi Yunon-Makedon bosqini oqibatlari. Uchinchisi ijtimoiy-iqtisodiy hayot, to'rtinchisi tarixiy geografiya. Bizga ma'lumki, o'tgan safar darsida o'tganmiz, Aleksandr Makedonskiy qo'shinlari Eron Ahmoniylar davlatini zabt etgandan keyin Ahmoniylar tarkibida bo'lgan Baktriya satrapligi hududiga kirib keladi. Baktriya satrapi Bes o'zini Ahmoniylar davlatining vorisi deb e'lon qiladi va shundan so'ng Dora uchun qasos olishga kirishadi. Aleksandr yurishlari Amudaryo bo'ylariga qadar yetib keladi va Amudaryodan o'tib Baktriyaning yirik shaharlari Kinesipa va Naqshapa egallanadi. Undan so'ng Yunon qo'shinlari Samarqand tomon yurish qiladi. Samarqand tomon yurish qilgan paytda Yunon qo'shinlari jiddiy qarshilikka uchraydi. Samarqand, ya'ni So'g'd markazi bo'lgan Samarqandlik aslzoda Spitamen boshchiligida Yunonlarga qarshi qo'zg'olon ko'tariladi. Yunon qo'shinlari Sirdaryo bo'ylariga qadar So'g'd qo'shinlarini quvib boradi va bu yerda qaqshashli janglardan so'ng Yunon qo'shinlarining katta qismi talafotga uchraydi. Bu esa Aleksandrga qattiq botadi va u Samarqandga kelib, Samarqand ahlini qirg'in qilishni boshlaydi. Ba'zi tarixiy ma'lumotlarda Samarqandda 200 ming odam qirilgan degan ma'lumotlar keladi. Albatta bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Sababi u davrda Samarqand shahrida 200 ming odam yoki atrofida 200 ming odam yashashi mumkin emas edi. Samarqand shahrida 22 ming odam, atrofida 20 ming odam yashagan bo'lishi mumkin. Mana shu haqiqatga yaqin hisoblanadi. Endi Yunon-Makedon qo'shinlari O'rta Osiyo hududini, ya'ni Turon hududining markaziy qismini egallaydi. Ya'ni Yunon-Makedon qo'shinlari Xorazmga qadar kirib bormaydi. Sababi Xorazm podshosi Farasman Yunonlar bilan bitimga ko'ra o'z hududiy yaxlitligini saqlab qolishga erishadi. Va Yunon qo'shinlari Toshkent va Farg'ona vodiysi tomonga ham o'tmaydi. Bu yerdagi jangari saklar ularga qattiq jiddiy qarshilik ko'rsatadi. Endi Yunon qo'shinlari Turonni egallagandan so'ng bu hududlardagi aholi Yunon qo'shinlariga qarshi, demak, o'zining jiddiy qarshiligini ko'rsata boshlaydi. Bu qarshilikni yengish maqsadida Aleksandr Makedonskiy Ahmoniylar davrida saqlanib qolgan satrapliklarni shu holatda saqlashga harakat qiladi va satraplar boshqaruvini joriy qiladi. 4 ta viloyat satraplar tomonidan boshqariladi. Bu Parfiya, hozirgi Turkmaniston hududi, Marg'iyona, bu ham Turkmaniston hududi, Baktriya, demak Janubiy O'zbekiston, Janubiy Tojikiston, Afg'oniston shimoli va Surxiyona, O'zbekistonning markaziy qismi, Tojikistonning sharqiy qismi. Marg'iyona hududidan keyinchalik Parfiya davlati va Yunon Baktriya davlatiga Marg'iyona hududi bo'linib ketadi, ya'ni bo'lib olinadi. Yunon Baktriya davlati esa o'z navbatida Kushon podshosi tomonidan egallanadi. Asosiy qismi, bir qismi Parfiya tomonidan egallanadi. Markaziy Osiyoda, ya'ni Turonda Aleksandr Makedonskiyning boshqaruvi tizimi o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Ya'ni bu hududga Aleksandr Makedonskiy Yunon Makedon boshqaruv tizimini olib kirishga harakat qiladi. Ya'ni mahalliy boshqaruv, ma'muriy boshqaruv an'analari bilan Yunon boshqaruv an'analari o'rtasida simbiyoz holati, ba'zi holatlarda o'sha qo'shilib ketish holatlari ham yuz beradi. Yunon Makedon ma'muriyati, ya'ni harbiy qo'mondonligi aholi o'rtasidagi noroziliklarni yengish maqsadida mahalliy aholi vakillari bilan
yaqinlash, xudoandachilik an'analarini yo'lga qo'ya boshlaydi. Ulardan biri sizlarga ma'lum bo'lgan o'sha Aleksandr Makedonskiyning Baktriya satrapi qiziga, ya'ni Baktriyalik asilzodaning qizi Ruxshonaga uylanishi haqida ma'lumotlar berilgan. Yunon Makedon qo'shinlari avvalambor bu hududlarda ko'plab shaharlarni bunyod etadi va bu shaharlar Aleksandriya nomi bilan tilga olinadi. Aleksandriya nomi bilan tilga olingan shaharlar jami 20 dan oshiq deyiladi. Shularning katta bir qismi Turon hududlarida barpo etilgan. Aleksandr Makedonskiy Markaziy Osiyodan so'ng, ya'ni Turondan so'ng Hindiston tomonga yurish qiladi va u yerda sizlarga ma'lumki, Hindiston safari paytida xastalanib, Hindistonning muayyan qismini egallagandan keyin ortga qaytadi va ikki daryo orog'i bo'lgan Vavilon, Bobulda vafot etadi. Uning qabri haqida ma'lumotlar ma'lum emas, ya'ni qabri aniq belgilanmagan. Aleksandr Makedonskiy vafotidan so'ng uning davlati bir necha qismlarga bo'linadi. Bular Makedon davlati, ya'ni Makedoniya davlati. O'sha Aleksandr Makedonskiy shakllantirgan, otasi shakllantirgan davlat. Ikkinchisi Suriya davlati, uchinchisi Misr davlati. Suriyadagi Salafiylar davlati esa bevosita Osiyo satrapliklar ustidan ham hukmronlik o'rnatadi. Parfiya, Marg'iyona, Bakteriya va Sug'diyona, ya'ni Salafiylar davlati tarkibiga kiradi. Aleksandr Makedonskiy tarixchilar qoldirgan tarixiy geografik ma'lumotlar bizga bu hududlarning qadimgi nomlanishi haqida ma'lumotlar beradi. Aslida Sug'ut bitta misol, Sug'utning nomlanishi Sug'utiy tillarda Suguda yoki Sugud deb yoziladi, Avestoda Gava Sugda deyiladi. Yunonlar kirib kelgandan keyin esa Sug'diyona nomini olganligi ma'lum. Parfiya ham xuddi shunaqa, Parfiyana nomini oladi. Marg ham Marg'iyona nomi bilan tarixga kiradi. Demak, bular haqidagi ma'lumotlar Avestoda va Ahmoniylar davri bitiklarida, shuningdek Yunon Makedon yozma manbalarida o'z aksini topgan. E'tiboringlar uchun rahmat.